Assalomu alaykum, qarangizlar. Hozir men ish tugatdim. Sog' salomatmisizlar? Yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Men hozir ish tugatdim. O'zi 4 ta pranik olgandim. Ikkitasini yedim, ikkitasi qoldi. Hozir men ziddachisiga quritib berdi. Shunaqa o'rtoqlar, mana bugun challenge'imizning 139-kuni, 129-kuni 39 boribdi. Xudo xolasa men hozir ish tugatdim. To'g'risi, hozir zaryadkam qolganda 9-10 tezlikda keldim-da. Sekin-sekin keldim. Yomon so'qatdim, lekin to'g'risini aytganda. Yomon sovuq ko'cha. Men bu qo'lqop kiyib olganman, qo'lqopdan ham o'tib ketdi, qarangizlar. Qo'lqa zarb qo'ygan. Hozir yeb olamiz pranikchani. Men bu suvda yaqtiyda yanada so'qatmaydi. Men bu suv olganman, buni ham ichmayapman, endi ichaman. Qo'lqopdan ham o'tib ketyapti-da. Qarang. Burnimni ham qizarib qolgan. Ahamiyat bermaysizlar endi. Hozir damni olamiz, buni yeyman, xonaga olib kiraman. To'g'ri so'qatdim hozir. Sizlarga bitta video joylayman deyapman. Ish tugatdim, nasib bo'lsa, tuxum pishirib, o'shanaqa qilib yeb olaman-da nasib bo'lsa. Hozir bunga to'g'ri kaloriyasi yo'q-da, qorin allashga prosta. Olib yeb, o'shani sizlarga ulashin dedim. Shunaqa baxt oddiylikda. Mana shu narsa 10 ming so'm bo'ldi. Mana shu ikkalasi 10 ming so'm bo'ldi. Ziddachisiga mana qurt berdi. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamayinglar. Yaxshi dam oling.